4-may kuni Dubay shahrida futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga qur'a tashlandi. Ushbu qur'ada Qirg'iziston terma jamoasi S guruhiga joylashdi. S guruhida Qirg'iziston terma jamoasi bilan birgalikda Koreya Respublikasi, Xitoy Xalq Demokratik Respublikasi, Qirg'iziston va Filippin jamoalari joy olishdi. Futbol bo'yicha Osiyo Kubogi 2019-yilning 5-yanvaridan 1-fevralgacha Birlashgan Arab Amirliklarining 4 shahrida va 8 stadionda bo'lib o'tadi. Love